Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bizdan ko'p odamlar so'ragan, go'shtni qayerdan olasiz va qanaqa mahsulotlardan foydalanasiz degan. Qanaqa go'shtdan foydalanasiz deyishgan. Biz shu go'shtlarni ko'rsatib boramiz, qani ketdik. Chilarimiz mana halollik sertifikatiga ega, sotish guvohnomasiga ega bo'lgan joydan biz go'sht mahsulotlarini qabul qilamiz va sizlar uchun shashlik, somsalar tayyorlab beramiz. Marhamat, ko'rib olinglar. Aziz obunachilarimiz, mana qaranglar. Mana bu sveji go'sht. Sveji go'sht. Bu o'zimizni yaylovlarda yashil o'tlarni yeb katta bo'lgan buqalarimizni, mollarimizni go'shti. Bizda unaqa yaqatilgan go'shtlar sotilmaydi va berilmaydi. Biz ishlatmaymiz, to'g'rirog'i mana. Marhamat, sveji mol go'shti. Bu mirabilniy go'sht deyiladi. Bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Siz mana bu qo'y go'shtimiz. Akajon qancha kilosi? 16 kilo qo'y go'shtining go'shti. Buni yegan odam biladi, mayda qo'y go'shti shunday milloyim bo'ladi, mazza qilib iste'mol qilasiz. Biz mana shunaqa go'shtlardan foydalanamiz. Aziz obunachilar, mana boyagi 16 kilolik barracha qo'yimizda qovurg'achasi. Mana qovurg'achasi mayda bo'ladi, mayda qo'ydiki mayda bo'ladi. Bilgan biladi buni. Bu 16 kilolik qo'y go'shti. Buni sizlar bilgan mashhur o'sha qo'y go'shtida urib ko'rsatdik-ku sizlar uchun. Ana shuni go'shtidir. Aziz obunachilarimiz, mana bugun Rajabiy mahallasida Qassob akamizni go'sht do'konlariga kelganmiz. Shodmon aka, bizga qancha vaqtdan beri, qancha yildan beri go'sht berasiz? Endi men biladigan vaqt 15 yildan beri men beraman, 20 yil, 30 yildan beri amaklarim beradi. Endi bu yo'lga biz berib kelyapmiz go'shtlarni. Mana bunaqa sifatli go'shtlar. Sizlar biz ancha yildan beri olamiz go'shtni. Bu juda halollik sertifikatiga ega bo'lgan, sotish guvohnomasiga ega bo'lgan tadbirkorlarimizdan biri. Go'shtlari zo'r. Biz har doim shu odamdan olamiz. Shodmon aka, sizga katta rahmat. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Bundan bu yo'lga ishlab ketaveramiz. Nasib bo'lsa 2026-yilda yana go'sht olishni davom etamiz. Shunday. Nasib bo'lsa rahmat, sog' bo'lasizlar.